har kun aytaman dada, borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Avvalambor assalomu alaykum bobonam. Tabrikimiz umringiz bo'lsin. Ilohim shu farzandlaringizni, yaqinlaringizni baxtidan hamisha sog'lom bo'lib yurgaysiz. Bugun sizni tabriklash uchun farzandlaringiz bilan ziyoratmadi. Bo'ldi. Bugun siz uchun shu yerdagi hamma tilak bildiradi. Hammadan siz uchun chiroyli tilaklarni eshitamiz. Kimni dilida tilaklari bo'lsa, otajonimiz uchun yo'llab qo'yishlari mumkin. Birinchi shu og'alarimizni boshlaymiz. Farzandlaringizdan, yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli tilaklarni eshitamiz. Kimdan boshlaymiz birinchi? Assalomu alaykum. Davrakat masjidlari. Shu atamiz zo'rg'in kun ekan. Uzoq umr, yo'lni yaşını versin. İzinizden paylaşın, iyi böyle Xudoy baxtli, to'g'ri yo'llardan, yaqinlardan so'yib o'tirib. Xudoy menga yaxshi kun. Ijobatlar bilan birga hamma xizmatda bo'lasiz. Ey rahmat, ilohim aytgan siyasan. Tabriklayman. 100 yilni yasha, yo'g'on yaşa. Xudoyim birgalashib yuribdi. Xudoyim. Elimizde Xudoyim sog' bo'lasiz. Bize sizni sayenizde yaşamayacağımız Xudoyim. Ey rahmat. Ben köy yaşarıyım. Aktif çocuklarım, toylarım, gelin götürmez nasip etsin. Ben aktarıyorum. Ey rahmat. Ilohim hamisha shu sizlarga bosh bo'lib, yolg'on sevishni nasib qilsin. Ata sağlamın başımızda. Yana bormi tilaklar? Tilaklar bo'lsa bemalol yo'llab qo'yishlaringiz mumkin. Otajon, ilohim shu farzandlaringiz ham sizni yoshingizga kirganda yolg'onda turib, bularni tabriklab o'tishni nasib qilsin. Ilohim birgalikda yaxshi kunlarni ko'rishni nasib qilsin. O'zi osmonda qarindoshlar bilan ikki sabab bo'yicha ko'rishadilar. Yaxshi va yomon sabab. Ilohim sizlar ko'rishsangizlar, ina shunday yaxshi kunda to'ylarda ko'rishib o'tiraysizlar. Tabriklaymiz. Doğulan günümüzden tanışsın. Şöyle oturayız.
Ama sağlıyor. Böyle yaşar, 100 yaş, ne yaşar yerlerde şületleyip oturalı. Elektriğin ya. Bemalol gaplar hammasi o'z-o'zlari esatga. Allah'a tutasın. 100 yaşlara gelin, ömrünüz uzak olsun. Devletler size rahmet. Bunu güçlüye. Hürmet etsin. Atamı kullanırsınız. Allah razı olsun. Rahmet size. İyi rahmat. Bo'ldimi tilaklar? Siz uchun tabrik she'rimiz bor. O'zlari musofirda bo'lsalar ham she'rimizni yo'llab qo'yishlarini iltimos etdilar. Ota-onalari bizlar uchun, ya'ni hamisha mehnat qilib, tinmay bizlar uchun mehnat qilib yashagan inson albatta ota-onalarimiz bo'ladi. Dardni dard deb bilmagan otam, qalbda sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Loydan qo'li chiqmagan gohi bo'zlab sira aytilmas oxir. So'zlarimda Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chakam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Aybish qilib qilmas garxato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Tabrikimiz yana bir bor ilohim, keyingi shu musofir bo'lgan farzandingiz bilan birgalikda kelib sizni tabriklab o'tish nasib qilsin. Ularning sizlar bo'lsin yana bir bor tabrikimiz. Albatta bu siz uchun hammasi kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Yosh o'tgandan keyin ota-onalarimiz bizdan kutadigan narsasi albatta bu e'tibor, mehr. Bizani bergan sog'lig'imiz yoki davlat pulimiz muhim bo'lmaydi. Albatta e'tibor, mehrimiz. Ilohim umringizni bo'lsin. Ola, otajonimiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishingiz mumkin. Endi shu yerda hamma ro'za Ramazon oyi bilan hammani chin qalbimizdan tabrikimiz, sizdan tabrikimiz. Ilohim hamisha shu keyingi ro'zalardan birgalikda shu yilmani orzuslarda tabriklab o'tish nasib qilsin. Bo'lgan gulisdan tabrikimiz yana bir bor.